Hammaga assalomu alaykum. Shayxontohur tumani Durujba Kamolondan zo'r hovlimiz chiqyapti. Ikkita hovli, oldini qaraylik kattaligini. Chiroyli zilin zona, archalari, o'rtaga ikkita magnoliya daraxtlar ekib qo'yilgan. Mana rishotkasiga 1 dan 10 gacha bitta baho berib qo'yasiz. Kovunning vibe'ini berib turibdi, juda ham ajoyib. Oldi keng, 2-3 ta mashina bemalol qo'ysa bo'ladi. Darvozamiz juda ham chiroyli chiqqan, qop-qora rangda. Kalet peshidan kirib kelar ekanmiz. Marhamat. Uy juda ham chiroyli chiqqan, mashalloh. Hammamizga nasib qilsin. Niyat qilganlar обязательно menga nasib qilgin deb niyat qilib qo'yamiz. Chunki uy haqiqatan zo'r chiqqan, lokatsiya ham zo'r. Uy ichidan tanishayotganda o'zingizlar bunga guvoh bo'lasizlar. Uyga kirib kelganimizda chap qo'lda rakvina, hovli uchun hojatxona, bu yoqda yozgi oshxonamiz mo'ljallangan joylar teshib beriladi. Hammasini o'rni bor, qozon o'choqlarni, kichkina zilin zona va bu yoqda balkoniga bitta terrasasiga bitta baho berasiz. Terrasaga shunda oshxonadan chiqib kelaverasiz. Juda ham ajoyib ko'rib turganingizdek. Bitta mashina uchun joy. Mashinani ichkari olib kirmasa ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, tashqari juda ham bemalol. Uzmasdan endi uy ichiga o'tiramiz, ketdi. Podolga tushib chiqadigan zinamiz ham bor, ko'rib turibsiz bu yoqda. Uy ichidan ham tushib chiqsa bo'ladi. Tak, bismillah deb kirib kelar ekanmiz. Juda ham zo'r chiqqan, qaranglar. Необычный ranglar, hammasi luxury stildagi narsalar ishlatilgan. Tak, hol bo'ladi. Bu yoqda divanli zona bo'lsa, panoramli oyna, to'g'riga televizor qo'yadigan, iladigan joyimiz. Endi har bitta xonada termostat datchiklari ham bor, alohida issiqni kontrol qiladigan. O'ng qo'lda oshxonamiz kutib turibdi bizani. Marhamat, oshxonamiz juda ham katta, keng. Bu yerdan полностью mebel qilib olsanglar, mana shu o'zdan bemalol ovqatlanib o'tirsa ham bo'ladi. Tak, eshikning ranglariga ham bitta baho berasiz. Mana o'rtalari yong'oqdan qilingan, arzon narsa ishlatilmagan tushunishingiz uchun. Tak, bu yerda zalimiz ham noodatiy qilingan, ranglari boshqa tanlangan, plyonkalarimiz ham kamida bir 17-15 santimetrlik kattasi qo'yilgan ekan. Radiator hamma narsasi akkuratlik qilingan. Uyimizda umli sistema ishlatilgan, umli dom, ya'ni Alisa orqali boshqarsa ham bo'ladi. Tak, mana eshikni qaranglar. Eshigi menga rostdan ham yoqdi, pluntus bilan bir xil qilib o'rnatilgan. Bu yerda gostivoy hojatxonamiz joylashgan. Mehmonlar uchun hojatxona va bu yerda spalnyamiz, marhamat, spalnyamiz juda ham ajoyib. Zo'r burchak, orqada eshik bilan oyna bir xil qo'rilgan, ochib orqa kichkina hovliga chiqsa ham bo'ladi. O'zining ichida alohida sanullari bor, dushovaya kabina qilingan. Ana endi sizlar bilan ikkinchi qavatga o'tamiz, ketdi. Ikkinchi qavatga ko'tarilib kelar ekanmiz. Tak, zinalarda ham podsvetkalar o'rnatilgan, juda ham ajoyib. O'ng qo'ldan boshlaymiz. O'ng qo'limizda hol qilingan. Holda ham ko'rishingiz mumkin, необычный chiqqan. Tak, bu yerda eshik qo'yib, xona qilib yopib yuborsa ham bo'ladi bemalol. Balkonga chiqadigan eshigimiz. Marhamat, top-toza ekan hamma yoq. Bu yerda ham полностью balkon. Imam terrasasini bitta ko'ringlar. Terrasa ajoyib qilingan, traplari ham bor. Hamma narsasi akkuratniy. Tak, orqaga qayta qolaylik, adashib qolmaslik uchun videoda tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin. Zinadan chiqqanda o'ng qo'lda hol bo'ldi, to'g'rida kattalar yotoqxonasi. Marhamat. Bu yerda faqatgina kravat uchun mo'ljallangan va bu yerda televizorimiz terrasaga chetdan chiqib ketsa ham bo'ladi, ko'rib turganingizdek. Va eshikdan kirganda bizda birinchi garderob zonamiz bo'ladi. Mana bitta shkaf yasatib olasiz. Alohida joy bo'lib turadi va o'zining ichida alohida sanuzullar ham bor. Juda ham akkuratli chiqqan. Bu yerda ham dushovaya kabina ishlatilgan va keyingi xonalarga yo'l olamiz. Tak, bu yoqda bitta детский spalnyamizni tizgan bo'ladi bu yoqni. Bitta bola uchun mo'ljallangan, lekin razmerlari yaxshi. Patologlari ham balandligi yaxshi ekan, remontlari yaxshi chiqqan. Tak, bu yerda umumiy yuvinish xonasi, kattagina vanna qo'yilgan. Yana bitta oxirgi xonamiz yotoqxona, ya'ni yana bitta детский spalnyamiz bo'lyapti. Podvolimizga tushib endi ko'rib chiqamiz, shu bilan xayrlashamiz. Podvolga tushishimizda, podvolga tushganda chap qo'lda kattagina zona ko'ryapsam, игровой kinoteatrni bemalol qilib qo'ysa ham bo'ladi, детский plashatka ham va bu yerda yana bitta alohida joyimiz bor. Hovlidan tushib chiqadigan eshigimiz bemalol tushib chiqsa ham bo'ladi. Tak, bu yerda bitta xona bor. Hozir yopib turgan ekan eshik. O'ng qo'lda, to есть oxirida kotelniy xonamiz, ikkita kotel va anaqa gazli emas ekan, просто ko'slinli boiler ekan. Tak, uyimiz Shayxontohur tumani Durujba Kamolon mahallada joylashgan. Taxminan katta ko'chadan 400 metr, bu yoq bilan 400 metrdan kirib keladi, o'rtalig'ida joylashgan. Tak, narxini 490 ming belgilangan. Past raqamni qoldiramiz, yoqqan bo'lsa bitta like sizdan.